trigonometriyada o'zini adadiy laboratoriyada biz tushuncha ko'rdingizlar. Navbatda ln degan funksiyani ko'rdingizlar. lg degan funksiyani ko'rdingizlar, to'g'rimi? Trigonometriyada xuddi shunday uzun funksiyalar. Demak, bugungi mavzumuz trigonometriya boshlang'ich tushunchalar. Demak, trigonometriyaga kirish bu. Xo'p, trigonometriya uzun ma'nosi nima narsa? Demak, yunoncha so'z bo'lib, tri degani o'lchash, 3 degani, 3 burchak degani, metriya degani metr degani, ya'ni 3 burchakni o'lchash degan ma'noni bildiradi. Tushundingizmi? Burchakni o'lchash. Ya'ni tri degani bu nima? Burchak, metriya nima? O'lchayman. Demak, trigonometriya burchakni o'lchayman degan ma'noni bildiradi ekan. Xo'p, trigonometriyada biz endi tushunchani kelib o'tib ketamiz. Demak, radian degan tushunchamiz bor. Radian degan tushuncha. Va navot gradus degan tushuncha bor. Gradusni eshitganmiz, ha? To'g'rimi? Nechadir 30 gradus deydi. Keyin 45 gradus deydi. Yana 60 gradus, 90 gradus, 120 gradus, 180 gradus va hokazo. Demak, bular hammasi navot burchakni o'lchovlar. Burchakni o'lchuvdan narsalarimiz navoga graduslar bo'ladi. Xo'p, burchakni o'lchashda ikki xil o'lchakda o'lchovlar. Ya gradus ya radianni o'lchasangiz ham bo'ladi. Ikkisi bir xil narsa. Lekin birisi bunday ko'rinishda, birisi boshqacha ko'rinishda o'lchovlar birlikni bildiradi. Oddiy qilib aytganda. Demak, masalan, 30 gradus deganimizni biz radianda yozadigan bo'lsa, bizda sizlar shu narsani bilingda, pi degan son bor. To'g'rimi? Pi degan sonimiz bor, ikki xil qiymatda qabul qilinadi. Biri qiymati 180, bir qiymati 314. Agar pi o'zi alohida bo'lib, hamma narsani alohida o'ziga kelsa, buni son deb qabul qilasiz. Tushundingizmi? Masalan, misol aytib aytaman shu yerda. Pi plus 2. Bu yerda pi degan narsa nima? Son degan narsa bo'ladi. Alohida gap turibdi. Ko'rdingizmi? Hech narsaga bog'liq emas. Lekin bizda trigonometriyada o'lchovlardan nisbatan oladigan bo'lsa, masalan, sinus pi plus 2 desam, pi degan nima? Gradus, ya'ni 180 gradus demak. Tushundingizmi? Bunday kelsa, demak, ha, bo'ldi. Pi yuz alohida deb degan, buni olgan son deb tushunish kerak ekan. Bunday esa gradus deb tushunish kerak ekan. Xo'p, radian o'lchovida ila har bir gradusdan radian o'lchovini topib chiqargan chiq bo'ladigan shunda. Pi nima deydi? 180. Radian o'lchovida pi 180 ekan. 30 gradus hosil etish uchun pi 180 ni necha bo'lamiz? 6 ga bo'lamiz, ha? To'g'rimi? 45 hosil etish uchun 180 ni 4 ga. 90 ni hosil qilish uchun 180 ni 60 mi? 3 ga. 180 ni 2 ga. Necha deymiz? 180 ni 120 ga. Necha hisoblasa bo'ladi? Misal boshqasi. Xo'p, shuning uchun imberga yozamiz. Gradusdan radianga o'tish, radiandan o'tish, gradusga o'tish. Formulasi gradusga. Demak, nomdan gradusdan radian o'tishda ekan. Demak, alfa t pi taqsim 180 ko'paygan alfa gradus deb ketaman. Bunda esa alfa barobar 180 taqsim pi ko'paygan alfa grad. Alfa radian bunda. Nechun? Nima dedi? Radiandan gradus, radian bo'libdi. Radiandan gradus o'tdi, bundan oldin gradusdan radianga o'tdi. Ana endi bizda nechalik? 120 gradus. Qaysi formula ishlataman shunda? Gradusdan radianga. Demak, bu formula ishlataman. Demak, misolida 120 ni nima topdi? Radianda topdi, to'g'rimi? Radian o'lchov. Demak,
Formula alfa beraber pi köpek taqsim 180 ko'paygancha deymiz. Alfa gradusini bizadincha 120 ni qo'yamiz. Demak, 120 pi taqsim 180. 2 0 7 12 pi taqsimcha 18. Alfa bo'lsa 2 pi taqsim 3. Demak, 120 gradus radian o'lchovi 2 pi taqsim 3 ekan. Nereden bildi? Formuladan bildi. Tushundingizmi? Formula ikkisidan bir xil dengizni to'g'ri? Farqi nima? Birisida pi debada, birisida pi pastda bo'ldi. Yaxshi eng zo'r variant radian har qachon debada pi turadi. Tushundingizmi? Radianda har qachon debada nima turadi? Pi turadi. Pi turadi. Shuning uchun pi taqsim 180 bir radian o'lchagiga kelsan, imunasi 180 taqsim pi gradus o'lchaganman degan tushuncha bilan ishlatish kerak. Tushundingizmi shu o'rinda? Endi xohlagan gradusdan radian o'tib bilasan? Ha? 210 gradus. Xuddi shu yerdan o'xshadi. 210 gradus, 270 gradus, 290 gradus, 300 gradus, 360 gradus. Xohlagan gradusini ishlatishing mumkin. Radianni o'tirishing mumkin. Endi radiandan gradus o'tamiz desak, nishlatamiz? Radian. Ya'ni bizda radian bormi? Masalan, ikkinchi misol, bu birinchi misol. Ikkinchi misol 5 pi taqsim 6. Nima bu? Nima narsa? Gradus radian. 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 Nima bo'lishi kerak? Gradus bo'lishi. Eng zo'r varianti pi necha? Qo'yish. Necha gradus ekan? 100 gradus. Bo'ldi. Tushundingizmi? 150 gradusni beradi ekan. Demak, biza trigonometriyada ikki xil tushunchani ko'rdik. Nima ekan? Hozircha radian va gradus o'lchovli narsalarni ko'rdik. Ikkisidan nima burchakli o'lchovchi funksiyalar ekan. Birisi gradusda, birisi radianda baland ekan. Xo'p, pi alohida kelsa son, agar pi trigonometrik funksiyalarga bog'liq bo'lib kelsa, uni gradus bo'ladi ekan. Tushundingizmi? Xo'p, gradusdan radianga o'tish formulasi, radiandan gradus o'tish formulasini ko'rib chiqdi. Ana endi bizada trigonometriyada o'zini funksiyalari bor. Trigonometriyada shuningdek tushuntirib o'tib ketaman, o'zini funksiyalari. Trigonometriyada bu funksiyalarsiz biz trigonometriyani tasavvur qilib bilmaymiz. Qaysi funksiyalar hammaga eshitgansiz? Sinus, kosinus, tangens, kotangens degan tushunchalarimiz bor. Xo'p, asal bir yandan boshlaymiz. Sinus o'zi, kosinus tangens kotangens ko'rib eshitganmiz. Nima bilimizdan? Nima? Demak, sinus alfa deb ketadi, kosinus alfa, tangens alfa, kotangens alfa. Buni shu narsani ko'ramiz. Birinchi sinusdan boshlaymiz. Ko'p tushuntirish usullari bor. Sizlarga shunchaki usuldan tushuntirib o'tib ketadi. To'g'ri burchak, uch burchak degan uch burchagimiz bor. Endi shuni uch burchak. Bilamiz axir. Endi shuni to'g'ri burchak. Demak, bir burchagi nomi to'g'ri. Va shu ikki dona burchaklar tuzatib qo'ydik. Alfa, beta nom, beta. Alfa bilan beta necha gradus? 90 grad. İmberimiz B, imberimiz imberimiz S. Doğru mu? Navı katet. Ne baytağımız bize tamamını B. Buna ne deyimiz? Katet. S. Hipotenuza deyimiz. Hop. Demek sinüs üzeri ne narsa ekan? Sinüs degan narsa, demek bizada ishordagi sinus alfamiz qarshisidagi katetni yozib ketaman. Qarshisidagi katetni nomi hipotenuzaga bo'lganda deydi. Hipotenuzaga bo'lganda deydi. Ya'ni uchburchakda katetlari berilgan vaqtida ikki katetni bo'lib turib sinusini topadigan bo'lsak, ishordagi nomga keladigan gradus qiymati kelib chiqadi ekan.
Bizada sinuslarning gradus qiymatlari bor. Hozir bilaman sinuslarning gradus qiymatlarini. Demak, sinus noma'ga qarshilik katetni gipotenuza bor. Xo'p, kosinus ham yozib o'tdim. Kosinuslar yopishgan katetni nima? Gipotenuza deymiz. Tangensiya qarshisidagi katetni yopishgan katet. Teng ko'rib turaman, shunga hozir bizlarga kerak. Tangensiya yopishgan katetni gipotenuza